Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamadinglarmi? Demak, bugun sizlar bilan Nodirabegim Tursunova milliy sertifikatga tayyorlov guruhida onlayn ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bilan o'tgan darsimizda she'riy san'atlar darsi bo'lganligi uchun aynan shu darsda berilgan vazifa, ya'ni testlar berilgan edi. Mana shularni endi sizlarga tahlil qilib beraman. Birinchi testimizni o'qiyman. Qoshlaring yosin atoyi ko'rgali husn ichra toq, so'snidan mehroblarda surai yosin o'qur. Misralardagi ajratib ko'rsatilgan so'zlarni izohlang. Bizda ajratib ko'rsatilgan so'zlarimiz yosin hamda yosin. Demak, birinchi misramizdagi qoshlaring yosin, ya'ni qoshlaringni yoyini demoqchi bo'lyapti. Bilamiz, qoshimiz o'sha Mumtoz adabiyot paytida shunaqa chiroyli egilgan, xuddiki yoy singari egilgan tarzda tasavvur qilingan, tasvirlangan. Demak, bunda yoy ma'nosi aytilgan. Keyingi qatorimizdagi esa, ya'ni Qur'on surasi bo'lmish Yosin surasi nazarda tutilgan. Demak, birinchi misrada yoy, ikkinchi misrda esa Qur'on surasi degan javobimizni to'g'riga olamiz. Ikkinchi savol. Atoyi kalamiga mansub quyidagi baytda qo'llangan to'g'ri badiiy san'atlarni to'g'risini toping, deyapti. Jahonni tutdi Yusufdek jamoli, malohat misrida sultonmidir bu. Demak, biz bilamizki, baytlarda payg'ambarlar, tarixiy shaxslar, mashhur asarlarning qahramonlari, urushlar nomlari berilsa, bu talmih she'riy san'ati deyiladi. Talmih she'riy san'ati deyiladi. Demak, bizda Yusuf alayhissalom hamda Misr haqida gap ketyapti. Demak, bunda talmih she'riy san'ati mavjud deb ayta olamiz. Va shuningdek, bizda ko'rinib turgan mana bu dek qo'shimchasi bizda nimani beradi? Tashbih she'riy san'atini beradi. Ya'ni o'xshatish, tashbih. Demak, bizda to'g'ri javobimiz D variant ekan. Uchinchi savolga qaraymiz. Muqimiy qalamiga mansub quyidagi misralarda qanday badiiy san'at qo'llangan? Xizr otamlarga birodar erur, chimliq azizlar menga da'vodar erur. Mana bu yerda Xizr alayhissalom haqida gap ketyapti. Demak, bunda talmih she'riy san'atini belgilaymiz. Oybekning Na'matak nomli she'ridan keltirilgan quyidagi misralarda qanday badiiy san'at qo'llangan? Yuksakda raqs etar bir tup na'matak, quyoshga bir savat gul tutib xursand. Bilamizki, raqs etish, mana bu raqs etish harakati insonga xos. Insonga xos bo'lgan xususiyatlarni jonsiz narsalarga ko'chirib o'tkazilishi bu shaxslantirish, ya'ni jonlantirish badiiy she'riy san'ati deb ataladi va uni nomini biz tashxis san'ati deb aytamiz. Demak, na'matakning raqs etayotgani va bir savat gulni quyoshga tutayotganligi tashxis san'atini vujudga keltiryapti deb olamiz. Shaxslantirish, jonlantirish ma'nosida. 5-savol. Yuzing ochkim quyosh satqang bo'lib boshingdan aylansin. Yangi oy yuz tavoze ko'rgizib qoshingdan aylansin. Ushbu baytda qo'llangan she'riy asarlarni toping deb aytyapti. Demak, bizda quyosh, oy so'zlarimiz yoki yuz, qosh, bosh so'zlarimiz tanosib she'riy san'atini beryapti. Tanosib she'riy san'atini beryapti. Ana endi sen ma'nosiga e'tibor beramiz. Sen yuzingni ochki, o'sha ochgan payting quyosh seni sadaqang bo'lib boshingdan aylansin, deyapti. Tasavvur qiling, quyosh boshimiz uzra aylanyapti. Va yangi oy 100 marta tavoze ko'rsatib, ya'ni ta'zimlar bajo aylab, qoshingdan aylansin, deyapti. Demak, oyga, ya'ni jonsiz jismlarga va tabiat hodisalariga insonga xos bo'lgan xususiyatlarni ko'chirib o'tkazilishi bu nima edi? Tashxis edi. Va bizda to'g'ri javobimiz D variant bo'ldi. 6-savol. Agar desam seni Rustam erarsen, qiliching birla saflarni yorarsen. Ushbu she'riy misradagi she'riy san'atimiz albatta bu Rustam degan so'zdan olamizda talmihni belgilaymiz. S javob to'g'ri. 7-savol. Quyidagi ruboiyada qo'llangan she'riy san'at turini toping. Ko'z birla qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi. Yuz birla so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi. Eng birla menging yaxshi, saqog'ing yaxshi.
bir nedayin boshdan oyoqing yaxshi. Ushbu she'riy parchada men belgilab ketgan barcha so'zlar bular insonning tana a'zolariga berilgan so'zlar. Demak, bular uyadosh so'zlar, ya'ni bitta uyaga mansub bo'lgan so'zlar. Bir uyaga mansub bo'lgan so'zlar she'riy san'atimizda tanosub san'ati deb yuritiladi. Endi bundan tashqari yana she'riy san'atlarimiz mavjud. Bu yerda berilyapti. Qarang, yaxshi so'zi bir necha bor nima qilyapti? Muayyan o'rinlarda takrorlanib kelyapti. Va bu she'riy san'atni biz nima deb aytishimiz mumkin? Takrir she'riy san'ati deb aytamiz. Va shu o'rinda bir so'zi chiziqcha bilan takroriy so'z sifatida kelayotganligi uchun bu she'riy san'atni biz mukarrir san'ati deb aytamiz. Demak, mana shu 4 qatorlik she'rda tanosub san'ati, takrir san'ati, mukarrar san'atlar ham mavjud ekan. Bizda esa tanosub san'atini berilganligi uchun nima qilamiz ekan? D javobini belgilar ekanmiz. 8-savol. Charx ranjinmu deyin, dahr shikanjinmu deyin. Jonima har birining javru jafosinmu deyin. Bunda ham she'riy san'atni toping deyapti. Ranj, shikanj, javr, jafo so'zlarimiz bizga nimani beryapti? Tanosub san'atini beryapti. Bitta uyadoshlikdagi so'zlar. Keyingi savolimizga o'tamiz. Biz she'riy san'atlarni tahlil qilamiz. Shuning uchun ham she'riy san'atda 10-testga o'tamiz. Quyidagi misralarda qo'llangan san'at turini izohlang. G'uncha sevinib to'niga sig'mas, o'xshatsam o'qing bashoqi birla. Men seni kiprigingni, qovog'ingni g'unchaga o'xshatsam, g'uncha shunaqangi sevinib to'niga sig'may ketyapti deb nima qilyapti? G'unchani jonlantiryapti, ya'ni shaxslantiryapti. Shaxsga oid bo'lgan, insonga oid bo'lgan xususiyatni jonsiz nimaga, g'unchaga nima qilib qo'yapti? Ko'chirib o'tkazib qo'yyapti. Xo'p, ana endi keyingi Boburning g'azaldan keltirilgan quyidagi parchadagi qo'llangan badiiy san'at turini topamiz. Qaro zulfing firoqida parishon ro'zg'orim bor. Zulf yuzingning ishtiyoqida ne sabru ne qarorim bor. Labing bag'rimni qon qildi, ko'zimdan qon ravon qildi. Nechun holim ravon qildi? Men andin bir so'rorim bor. Demak, bu parchada biz zulf, ya'ni soch, yuz, lab, ko'z so'zlardan foydalanib tanosub she'riy san'ati mavjud deb ayta olamiz. Va shuning bilan birga yana mavjud bo'lgan shundoq ko'zga ko'rinib turgan she'riy san'atlarni ham aytib ketamiz. Sabru, ne qarorim deganimizda nima bo'lyapti? Sanash ohangida aytilyapti, ya'ni uyushgan so'zlar qatnashyapti. Bu uyushgan so'zlarni, uyushq bo'laklarni qatnashi, sanash ohangida aytilish darajasi she'riy san'atlarning ichida ta'did san'ati deb aytiladi. Ta'did san'ati ham bor. Ana endi 12-savolga qaraymiz. Barg ostidan muloyim boqqan iboli g'uncha, ne sirni saqlagaysan, bag'ring nega tuguncha. Demak, bu baytdagi badiiy san'atni o'z-o'zidan bildingiz, ya'ni muloyim boqish bu iboli g'uncha uchun nima? Insonga xos bo'lgan xususiyatni ko'chirib o'tkazish va u shaxslantirish, ya'ni tashxis she'riy san'atini vujudga keltiryapti. 13-savolimiz. Spehri husn ichinda moh sen, zamona xo'blarig'a shoh sen. Bu yerda spehr so'zimiz bizga talmih she'riy san'atini beryapti asar qahramoni sifatida. Va shuningdek yana aytib o'tishimiz kerak, bir joyda takroriy so'zlarning takror kelishi, takroriy so'zlarning juftlanib kelishi bizga mukarrar san'atini beradi. Demak, mukarrar san'ati ham mavjud sen so'zlarimizda. 14-savol. Erkin Vohidovning Inson qasidasidan olingan quyidagi misralarda qanday she'riy san'at qo'llangan? Sen balo, ham mubtalo, xayr ilakin, rosti riyo.
Fitnagar olam aro, fattoh o'zing, qurbon o'zing. Demak, bu so'zlarimizda qanday she'riy san'atlar mavjud? Biz birinchi ko'ramiz rost, riyo so'zlari, ya'ni rost, yolg'on. Bu bizga tazodni beradi. Ya'ni bir-biriga zid ma'noli so'zlarning baytlarda kelishi bu tazod san'atini vujudga keltiradi. Ana endi balo, mubtalo so'zlarimiz esa nima beradi? Tanosub san'atini beradi. Tanosub she'riy san'atini beradi. Mana bu xayr bilan kin ham tazod she'riy san'atini. Demak, ikki o'rinda tazod san'ati qatnashyapti deb aytsak bo'ladi. Demak, bu javobimizda B variant to'g'ri. Keyingi testimizga qaraymiz. Charx ranjin mudayin, dahr shishgan mudayin. Jonima har birining javru jafosin mudayin. Ushbu she'riy parchada qo'llangan she'riy san'at, badiiy she'riy san'at, albatta bu ranj, shishkanch, javr, jafo so'zlari bizda nima san'atni beryapti? Tanosub she'riy san'atini beryapti. Agar jafo bilan vafo so'zlari berilganda biz talmihni olgan bo'lar edik. Xo'p, 16-savol. Netgayman ul rafiq bilakim qilur basi, mehru vafo raqibga, jabru jafo menga. Demak, bu baytda qo'llangan she'riy san'atimiz o'z-o'zidan jabr qilish, jafo aylash, mehr ko'rsatish, vafo qilish bilan birgalikda tazod san'atini nima qilyapti? Chiqarib beryapti. 17-savolga yuzlanamiz. Alisher Navoiy ijodidan olingan quyidagi baytda qo'llangan she'riy san'atni toping. Layla andin qo'ydi Majnun ko'nglida taxti g'amin. Kim yo'q yerda manzil ul vodiyda andin pokroq. Demak, bu she'riy san'atimizda mashhur asarlarning qahramonlari Layla va Majnun kelyapti va shuning uchun bu she'riy parchada talmih badiiy asar vositasi bor deb olamiz. Javob to'g'ri. 18. She'riy parchada qo'llangan she'riy san'atni toping parchadagi. Bunda oq birla qaro, zulmat, ziyo, shoh gado, jang qilurlar doimo, ulyon o'zing, bulyon o'zing. Albatta bunda bir-biriga zid ma'noli so'zlar, tazod san'ati bor. Tazod san'ati bor va yana qo'shimcha o'zing, o'zing, yon, yon so'zlarimiz bilan nima bor deb aytamiz? Takrir san'ati mavjud deb aytamiz. Sizlar takrir bilan mukarrirni farqini ko'rib oldinglar. Takrir muayyan o'rinlarda takrorlanib keladi. U yoqda, bu yoqda, birinchi baytda, ikkinchi baytda yoki dedik, birinchi baytning o'zida 2-3 joyda takrorlanib keladi. Takrir san'ati. Mukarrir san'ati esa albatta o'rtasida chiziqchasi bilan keladi. Esimizda qoladi degan umiddaman. Xo'p. Qaro zulfing firoqida parishon ro'zg'orim bor. Yuzingning ishtiyoqidan sabruni qarorim bor. Labing bag'rimni qon qildi, ko'zimdan qon ravon qildi. Nechun holim yomon qildi? Men andin bir surorim bor. Demak, badiiy san'atni toping deyilyapti. Bu yerda ham tanosub, tazod, talmih, ruju san'atlari berilyapti. Biz yuqorida oldik. Zulf, yuz, lab, ko'z so'zlari bilan tanosub san'atini oldik. Bitta uyadosh san'at deb tanosubni oldik. Men bir yozib qo'yaman. Tanosub va nesabruni qarorim deb tahdid san'ati bor dedik. Va yana shu yerda yana bitta she'riy san'atni aytib ketaman. Ustozlar qarang. Shu labi haqida gap ketyapti. Qaro labing bag'rimni qon qildi va ko'zimdan qonni ravon qildi. Nimaga endi holimni yomon qildi? Men andin bir so'rorim bor degan joyga e'tibor beramiz. Bizda mana shu yerda ikkita mazmun beryapti bitta so'zni o'zida. Ya'ni men undan so'rashim bor deyaptimi yoki men undan so'rashim bor deb aytayaptimi labdan. Va mana shu ikkilantirish bizga ilhom she'riy san'atini beradi. Ilhom she'riy san'atini beradi. Ilhom. Demak, mana shu so'rorim bor degan so'zimizda ilhom san'ati mavjud deb aytsak bo'ladi. Xo'p, 20-savolimiz. Oshar yeldan seni yelganda oting,
quyosh yanglig jahonni tutdi oting. Endi e'tibor beramiz. Oshar yeldan, ya'ni tez oshib oshar degani o'zib ketar degan ma'noda beryapti. Yel bu shaboda ma'nosida. Oshar yeldan, ya'ni hammadan o'tib ketadigan, o'zib ketadigan yeldan, ya'ni shabadadan nam o'tib ketganida, yelganida, uchib ketganida oting. Mana bu hayvon nomida bildiryapti. Ya'ni oting yelganida, ya'ni chopib ketayotganida shabadadan, ya'ni shamoldan oshib o'tadi. Undan o'zib ketadi. Va quyosh yangilik, ya'ni quyoshga o'xshab jahonni seni oting tutadi, ya'ni noming tutadi demoqchi. Bu yerda yuqori qatordagi oting so'zida hayvonni ma'nosini bildiryapti. Hayvon ma'nosini bildiryapti. Ikkinchi qatorda esa noming, obro'ying degan ma'noni bildiryapti. Obro'ying degan ma'noni bildiryapti. Obro'ying degan ma'noni bildiryapti. Obro' ma'nosini bildiryapti xullas. Demak, bunda bitta ot so'zi ikkita joyda kelib, ikki xil ma'noni beryapti. Ya'ni bu jinsdosh so'zlar, ya'ni amonim so'zlardan foydalanayotganligi uchun ham D javobni, tajnis degan javobni nima qilamiz ekan? Olar ekanmiz.